Bizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan YouTube kanalidan pul yechish, ya'niki pul yechish uchun kerak bo'ladigan pin kod masalasida gaplashamiz. Bilasizlar do'stlar, YouTubedan pin kod ayrimlarga umuman kelmaydi. Shuning uchun ko'pchilikda muammo bo'ladi. Biz pin kodlarni chaqirib beramiz. Xo'p, nima uchun pin kod kelmaydi? Shu haqida ma'lumot beraman hamda pin kodni qanday qilib tez chaqirish bo'yicha qo'llanma o'rgataman. Xo'p, qaranglar, bizda hozir tajriba sifatida ushbu kanalimiz bor. Hozir ichida $225 pullari bor. Hozir pin kod kelmagani uchun, ya'ni Amerikadan pin kod kelmaganligi uchun pulni yecha olmayaptilar. Buni nima qilish kerak? Hozir masalan o'rgataman. 3 ta chiziqni bosasizlar. Faqat qaranglar do'stlar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Tekin qo'llanmalarga bitta like bosib qo'yinglar. Shu orqali xatoliklarni ko'rib olasizlar hamda tekinga hal qilib olsanglar bo'ladi. Yoki o'zimiz yordam qilamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar faqat. Ketdik. Demak, mana 3 ta chiziqni bosasizlar. Bu yoqdan platejniy данные knopkasi bosiladi. Platejniy данные. Xo'p, platejniy данные knopkasi bosilgandan so'ng o'zi ma'lumotlar chiqadi. Mana pastga o'chiramiz. Mana qani viza ham qo'shilgan, даже pin kod kelmagani uchun pul yecha olmayaptilar. Keyin mana bu yoqda настройка degani bor. Управление настройкani bosasizlar. Ayrim payt mana shu knopka bosilmay qolsa, tepada обновлениeni bosib, обновление qilib yuborasizlar do'stlar. Bu yoqdan do'stlar mana adres degan joy bor. Qalamchani bossanglar o'zgartirsa bo'ladi. Nima uchun pin kod kelmaydi do'stlar? Mana diqqat qiling, asosiy sababini aytaman. Mana bu yoqda manzil konkret yozilmagan. Yangi hayot Chust masalan 112. Nima bu? Masalan, qaysi tuman, qaysi tumanga kiradi misol uchun. Batafsil yozish kerak. Misol uchun mana yozib ko'rsatam, mana manzil deb yossam, qaranglar mana. O'zim yozdim-da mana. Aniq yozilishi kerak. Misol uchun o'zimning manzilim Mirobod tumani, virgul, Ta'limorjon ko'chasi, 8B dom 29 xonadon. Konkret to'g'ri. Mana shunaqa aniq va tiniq bo'lsin manzilingiz. Tuman bo'lsin, ko'cha bo'lsin, uyingiz raqami, dom bo'lsa dom, xonadon bo'lsa xonadon. Pastiga ham shu, xuddi shu narsani qaytadan yozib yuborasiz. Xo'p, mana shunaqa qilib yozib olasiz. Endi pastga pochta indeks. Pochta indeksi do'stlar Google dan ko'rsanglar bo'ladi. Mana Google ga yozsanglar, pochta indeks chiqadi. Plusni bosib, pochta indeks, masalan, tumanlarni yozasizlar. Xullas, bitta bossanglar Google dan chiqarib beradi. Umumiy ma'lumot shu. Mana bitta ko'rsatib beraman. Misol uchun pochta indeks masalan Mirobod deylik, misol uchun endi. Misol uchun mana pochta indeks Mirobod deb yozsanglar, misol uchun mana bu yoqda pochta indeks ro'yxatlari chiqadi. Mana shu yerdan o'zingizlarda tumanlar topasizlar, mana masalan o'ng tarafdagi yangisi. Bu eski deb yozilgan bo'ladi o'zi. Mana shu pochta indeks bo'ladi do'stlar, mana novi indeks misol uchun. Mana bu yerda yozilgan Yakkasaroy tumani misol uchun, mana Mirobod tumani mana 100 nima degan 015 misol uchun. Bu Mirobod tumani ham qaysidir to'novlariga. Xullas, mana shu holatni mana shu topib olasiz xullas. Pochta indeksi. Bu yoqqa pochta indeksi yoziladi. Bu yerda 100 105 bizniki do'stlar. 100 105. Bu yoqqa город, shahar yozilishi kerak. Qaysi shahar? Bu yerda shahar deganda shu masalan Toshkent shahar. Aniq shahar yozilishi kerak. Bu viloyat emas, shahar bu. Shu narsa hisob qo'yinglar. Город degan shahar, viloyat emas. Pastda esa oblast degan joyga mana viloyatlar tanlaysiz. Misol uchun Toshkent shaharda bizniki. Toshkent shahar va Toshkent bo'ladi. Mana. Agar do'stlar qalb narsani e'tiborga olinglar, agar sizlar o'zingizlarning manzillarni aniq va tiniq bilmasanglar, meni manzilimni yozib yuboringlar. Men pin kod kelsa aytib yuboraman, farqi yo'q. Men kanalimga kirib ko'rsanglar, men nechta pin kod chaqirib berganman. 500 tadan oshiq odamga pin kod chaqirib, rasmlargacha turib guruhlarga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga qarasanglar, rasmlargacha turibdi. Ya'niki o'zingizlarni manzilinglarni pin kodini bilmasanglar, pochta indeksini shahar aniq va tiniq bilmasanglar, menikini yozaveringlar. Mana sizlarning ism familiya bilan keladi. Misol uchun mana bulardagi Fozilxon ismlari, to'g'ri? Mana ism familiyani shunday kopiya qilinglarda, men Telegramga tashlab qo'yinglar. Agar sizni uyingizga manzil pin kod jo'natdim, kelsa aytib yuboring, deng bo'ldi mana. Manzilim mana Mirobod tumani, Ta'limorjon ko'chasi 8B bu, 88 qilib qo'yadi, yo'q, 8B dom 29 xonadon. Tepa past. 100 105 pochta indeks, Toshkent shahar, Toshkent. Xohlasanglar meni manzilimga jo'natib yuboringlar, pin kod kelsa aytaman. Lekin bizda do'stlar xizmatlar pullik. Men o'zim chaqirib bersam do'stlar, mana shu pin kodni 250 ming so'm olaman. Agar siz jo'natsangiz 200 ming so'm olaman. O'zingiz jo'natganingiz uchun. Faqat hech kimga yozing. Shu pin kod kelgan paytda men o'zim jo'natgandim. Aka 200 degandingiz videoda, mana shu videoni tashlab yuboring. 200 ming so'm to'lab olaman. Bu 250 deb yuborishim mumkin, eslatasiz, xo'pmi? Mana shunaqa qilib to'ldirasiz ma'lumotlarni. 3 ta tizimda bosasizda, bu yoqdan проверка degan knopkani bosasiz. Mana bu yoqda do'stlar zaпрос pin kod еще degani bor. Shuni bosib, qayta jo'natib yuborasizlar mana. Bitta bossanglar qayta ketadi. Bu nima uchun qayta jo'natib bo'lmayapti? Chunki bu 4 marta jo'natib bo'lgan pin kod. Pin kod do'stlar 4 marta jo'natishga ruxsat beradi. Diqqat qilinglar. Mana bosasizlar 4 marta pin kodni jo'natishga ruxsat beradi. Bu o'tib ketgan 4 martadan. 4 marta har 21 kuni jo'natsa bo'ladi. O'tib ketgani uchun jo'natib bo'lmayapti. Buni nima qilish kerak desa, endi buni через support orqali hal qilib beraman do'stlar. Через support orqali hal qilsak bo'ladi. Hozir xudo xolasa buni alohida videoni joylayman. Keyingi videomda YouTube'da videolari ham bor. через support orqali ham hal qilsa bo'ladi. Mana shunaqa pin kod masalalar bo'yicha yordam kerak bo'lsa do'stlar, bemalol menga aloqaga chiqsanglar, men xudo xolasa 1 oyda pin kodinglarni chaqirib beraman. Xohlasanglar, masalan, shu meni manzilimga jo'natib yuboringlar. Prosta menga Telegramda yozib qo'yinglar, lekin qidirib yurmaysizlarni, bu kim deb. Bizda ko'p bo'ladi, bolalar jo'natib yuboradi, keyin qidirib yurib qolaman-da men. Shuni lichkamga yozib qo'ysangiz, ism familiya aniq tindiq qilib,
men yozgan paytimda chiqib kelsa sizga ham menga ham qulay bo'ladi. Tushunarli? Mana buni bitta bosib yuborasiz, xullas pin kod yo'lga chiqib ketadi. Xudo xohlasa 21 kunda keladi do'stlar. Yordam kerak bo'lsa 99lik 791 32 32 nomerim. Telegramdan yozinglar. Do'stlar, bizda hamma xizmat ish hal bo'lgandan keyin to'lab olamiz. Shu tarafi yaxshi bizda. Masalan, oldindan to'lovni qilib qo'yib, keyin yozavermaysiz bizga. Biz qachon ishingizni konkret qilib beramiz, keyin to'lab olamiz do'stlar. Shunaqa ligota bor bizda. Ya'niki uni qilib qo'yib, to'lovni qilib qo'yib orqamizdan yurmaysizlar. Ishingizni konkret hal qilib beraman. Masalan, pin kod keladi, keyin to'lab olaman. Pin kod kelmayaptimi, ishingiz hal to'lov yo'q do'stlar, olmaymiz. Bizda hamma xizmat shunaqa. Pin kod chaqirishmi, pul yechishmi, любой xizmat do'stlar, hammasi onlayn hamda ish hal bo'lgandan keyin to'lab olamiz. Faqat telefon qilinglar, SMS yoki Telegram 99lik 791 32 32. Telegram lekin menga yaxshiroq do'stlar. Bemalol yozaman deb. Salomat bo'ling. Videoga like bosib, esdan chiqmasin.